Kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Bizga 150 kvadratli universal katyol kerak edi. 150ligimiz tugab qoldi. Hozir bitta 200-300 lik katyollarimiz turibdi. Ko'ringlar. Hop, qanaqa ekan o'zi bu katyollar? Universal katyollarimiz bu miyasi hisoblanadi. Batga ponni ko'mirni zapravka qilib qo'ysiz, X sutka o'z avtomat tarzda yoqib boradi. Ko'mirga, gazga, elektrga moslab berilaveradi. Bizga 200 dan 300 dan kattalik qiladi. Bizga 150 lik kerak edi. Qanchada olib kelib beralasizlar? Uzog'i 30 kunda yetib keladi. 30 kun bo'lsa bo'laveradi, Jamshid aka. Bo'laveradi. Bo'lmasa aka, zakazga hozirib chiqavering, o'shanda bo'laman. Bo'ldi. Rahmat aka. Bo'ldi, zakaz berib qo'ydim. Hop, aka, mana 1000 bizda turib tursin, men ishlatib qo'yaman. Qolganini ham 1-2 kunda pulim bo'ladi, o'zingizga berib qo'yaman aka. Bo'ldi, hop. Ya aka, 1,5 oy bo'ldi, hali ham qilib bermadimi katyolni? Sovuq tushadi yaqinda aka. Ha, ancha bo'lib ketdi. Mana telefon qilib so'radim. Hali kelgani yo'q deyapti. Nomeri bormidi sizda? SMS tashlab yuboring, bitta gaplashib ko'raychi, o'zim nima bo'ldi ekan. Bu aka 1,5 oy bo'lyapti. Zakaz berganimga sizlarga qana ishlayapsizlar? Bu yil keladimi u katyol? Qachon zakaz qilyaptilar? Ayting, kompyuterdan ko'rib beraman. 15-avgust kuni zakaz berganmiz. Aka, 30 kunda katyolingiz kelgan. Bu nomerga 5-6 marta telefon qildik. Katyolingiz turibdi, olib ketasizlarmi desa, jinni hisob chataq turib tursin deb 5-6 marta отказ qilib yuborishdi. U nomer ustaning nomeri edi. Hozir bitta ustaga telefon qilib gaplashib ko'ray. Meni hozir ozgina xijolatga qo'yib qo'ydingiz-da aka. Katyol 30 kunda kelgan ekan. Sizga telefon qilib 5-6 marta pul yo'q debsiz. Men pul berganman. Sizga nima qildingiz u pulni? To'g'risini aytsam, yaqinda Matiz oldim. O'shanga pulim yetmay qoladi, sizni pulingizni ishlatib qo'ydim. Matiz? Hozir aka 1 minut qo'ymay turing, shuni tashqariga chiqib olay. Aka, siz g'alatimisiz? Qanday meni pulimga siz Matiz olasiz? Men o'zim ishlatib qo'ymay deb sizga berdim. Jinnimisiz siz? Bo'ying, bugun pul yo katyolni bugun olib kelib qo'ying. Hozir men gaplashyapman katyolchilar bilan. Hop, aka. Uzr. Ya aka, ko'rmaysizmi? Men pulni ishlatib qo'ymay deb to'liqligicha ustaga berib qo'ysam, u jinni mashina olibdi bergan pulimga. Aka, xijolat bo'lmang. Bunday holatlar 1-2 marta bo'ldi. Yo'q, shunaqa olib ketganmi aka hozir ustalar? Aka, katyol turib tursin, ana mashkaga yerda tayidan bo'lsa ham pul topib turaman. Topolmasa mashinasini sotib olib bo'lsa ham pul olib boraman aka. Bugun olib ketaman katyolni. Bo'ldi aka, bexijolat katyolingiz turibdi, kelib olib ketaverasiz. Xo'p. Noinsof ustalar ham ko'payib ketyapti-da. Birovni pulini ishlatib, birovni haqqidan qo'rqmaydi-mi?